Avvalambor men alohida ta'kidlashim kerak, bugungi kunda Farg'ona viloyatini turizm salohiyatiga juda katta ta'sir ko'rsatish va turistlar salmog'ini oshishiga Qo'qon shahri alohida o'zini o'rniga, mavqeiga ega. Bunda butun viloyatimiz bo'ylab kelayotgan sayyohlarni, xoh u xorijiy bo'lsin yoki mahalliy sayyohlar bo'lsin, salkam 40% dan yuqori viloyatimizga tashrif buyuruvchilar Qo'qon shahrini go'zalligiga, bu yerdagi betakror madaniy meros obyektlari, bu yerdagi gastronomik ko'chalar yoki hunarmandlari bo'lsin, tadbirkorlari bo'lsin, bu yerdagi barcha mana shu turizmga daxldor soha vakillarini xizmatini evaziga juda ham ko'plab turistlar, sayyohlar oqimi kelyapti. Bu borada bilasiz, shaxsan hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida viloyat hokimimiz Farg'ona viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish taqdimotini ham o'tkazilgan, hurmatli prezidentimizga takliflar berilgan va hurmatli prezidentimiz tomonlaridan Qo'qon shahrini albatta juda ham katta potensiali borligiga, bu yerdagi turizm salohiyatini, ya'ni turizm hubini yaratishga tashabbuslarni ham bildirdilar. Mana shu ishlardan keyin shaxsan viloyat hokimimiz boshchiliklarida viloyat mutasaddi rahbarlari, qurilish tashkilotlari yoki mana shu turizm soha vakillari bilan Qo'qon shahrida Qo'qon shahar hokimligi ishtirokida juda katta marshrut yaratish borasida, ya'niki Qo'qon shahrida 64 ta madaniy meros obyektlarini bugungi holatini o'rganib chiqish, ularni saqlash va undan tashqari Qo'qon shahrida yangi turizm hubini yaratishda yangi marshrutlarni tashkil etishga alohida urg'u qaratildi. Shtablar tashkil etildi. Shtablar doirasida juda ham ko'plab topshiriqlar, ya'niki bu yerda Qo'qonni milliy urf-odatlarini, milliy azaliy me'morchilik san'atini yoki bo'lmasam gastronomiyasini yoki bo'lmasam shunga o'xshagan bir qancha adabiyot muhiti bo'lsin, turizmga daxldor soha vakillarini ishtirokida yig'ilishlar, anjumanlar o'tkazildi. Va mana shu o'tkazilgan natijalarda, yig'ilishlarda shaxsan 70 yil, 50 yil avval Qo'qon shahrida juda ham ko'plab binolarni o'zlari qurgan arxitektorlarimiz, nuroniylarimiz, shahar hokimi va bir qancha mutasaddilar, viloyat hokimlik mutasaddilari, qurilish tashkilot vakillari, viloyat arxitektura, shunga o'xshagan barcha mas'ullar hamma yo'nalish bo'yicha o'zlarining takliflarini ishlab chiqishdi. Bu tabiiyki, mana shu takliflar ishlanganda albatta Qo'qon xonlik davridagi ko'rinishlar, undan keyingi davrdagi ko'rinishlar yoki azaldan Qo'qon shahridagi o'sha Buyuk Ipak yo'lida joylashganligi, juda ham bu yerda mehmon navozligi, mehmon do'stligi, karvonsaroylar barpo etilganligi, Qo'qon shahrida 12 ta darvozasi bo'lganligi, qo'yingki barcha yo'nalishlarda hamma soha vakillari o'zlarining takliflarini berishdi. Shu takliflarga asosan viloyat hokimimiz boshchiliklarida shahar hokimligi, turizm boshqarmasi hamkorligida har bitta marshrutlarimizni yo'laklari qanday bo'lishi, u ko'chada joylashgan har bitta xonadonga kirib, u yerdagi usta kosib hunarmandlar bo'lsin, yoki tadbirkorlar bo'lsin, yoki davlat xizmatchilari bo'lsin, ular bilan fikr ayirboshlandi. Har bitta ko'chaga kirib, o'sha yerdagi qanday salohiyatga ega bo'lsa, tadbirkorlar bilan tadbirkorligiga, yana daromadiga qo'shadigan takliflarimiz ishlab chiqildi. Yoki bo'lmasam o'zlarini takliflariga binoan kimgadir imtiyozli kreditlar, kimgadir yana qo'shimcha yo'nalishlar yoki turistlarni jalb qilish yoki gastronomik, restoran, kafe, barlar ochish takliflarini o'rganib, ularga o'zlari tanlagan yo'nalishda albatta o'sha joylarini shakllantirishda biz amaliy ko'mak bera boshladik. Va shu qatori bilasiz, bugungi kunda jahon standartiga javob beradigan yoki jahon dunyodagi turizm, rivojlangan turizm ko'chalari qanday bo'ladi yoki bu ko'chalarda nimalar o'zi
aks topish kerak degan savollarga o'sha Fransiyani oladigan bo'lsak, Ispaniya yoki Vengriyani oladigan bo'lsak, Budapesht ko'chalari, aynan o'sha ko'chalarda ayniqsa turizm ko'chalari belgilanganligi va o'sha eski o'zlariga monand arxitekturada juda ham ko'plab tosh yo'laklari va o'sha tosh yo'laklarda alohida nogironlarga yoki ko'zi ojiz fuqarolarimizni yo'laklari bo'lishligi va bilasiz bugungi kunda bizni 4 ta fasl bor va yomg'ir sezoni bo'ladimi, qor sezoni bo'ladimi yoki shunga o'xshagan sovuq kunlarda ham aynan bugungi kunda o'sha ko'chalar qurilish mahsulotlari o'sha yomg'ir yo'laklarini shimib olishiga yoki sovuqlarga bardoshchiligiga eng kamida har bitta qilayotgan mahsulotingiz kamida 100 yil bo'lmasam 150 yilga talabiga javob beradigan sifatli mahsulotlar ishlatilishiga urg'u qaratilganini o'rgandik. Shu bois bu yerda ham Qo'qonda bilasiz Fransuskiy bulvarga o'xshagan yoki Chor Rossiyasidagi paytida qurilgan binolar yoki xonlik davrida qurilgan binolarni ko'chalari joylashgan, madaniy meros obyektlarimiz joylashgan ko'chalarni aynan biz ham jahon standartidagi o'sha arxitekturani jonlantirish va alohida mana shu turizm Istiqlol turizm ko'chasini oladigan bo'lsak, bu yerda sirg'anchiq bo'lgan plitalarning o'rniga bugun tosh bosmalik o'sha bruschatka deymiz, shularni qo'yishligi va ayniqsa ko'zi ojiz fuqarolarimizni bemalol o'sha ko'chadan yurishligi uchun mana shunaqangi tavsiyalarni o'rganib chiqib bu ko'chalarda ham ishlarni boshlab yuborildi. Bunda endi men alohida rahmat aytishim kerak. Bilasiz, har bitta ishni boshlashdan avval albatta o'sha jamoani tuman hokimligi bo'lsa yoki shahar hokimligi bo'lsa ular bilan bir fikrlashib, yoshi ulug' insonlar bilan va qolaversa o'sha mahalladagi yoki o'sha ko'chadagi insonlar bilan birma-bir ko'rishib, gaplashib, tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazganligimiz va ularga bemalol ularni taklifini ham olib, bizdagi loyihalarimizni ko'rsatib, ularni oldini olib, ularga ko'rsatganimiz ham men o'ylayman, men alohida rahmat aytishim kerak, qo'llab-quvvatlaganligini. Bugungi kunda mana shu ko'chalarda joylashgan tadbirkorlarimiz eski tadbirkorlar emas. Ular ham o'zlarining daromadini yanada oshirishga yoki bo'lmasam mehmon navoz bo'lgan Qo'qon xalqi bugun yana ham mehmonlar ko'p kelsa, albatta daromadga daromad qo'shishligi va eng asosiysi shu ularni o'ziga bo'lgan ishonchi borligini ko'ryapmiz. Va shu nuqtai nazardan bugun shaxsan viloyat hokimligi boshchiligida va shahar hokimligi, qurilish tashkilotlari, turizm boshqarmasi boshchiligida aynan shu ko'chalarni ham chiroyli qilishga kelishib olganmiz. Xabaringiz bor, juda ham ko'plab ijtimoiy tarmoqda va o'zimizni sahifalarda yoki hokimlik saytlarida buni e'lon qilib boryapmizki, bu ko'chalar endi azaldagi o'sha yana juda ham ko'plab minglab sayyohlarni qabul qilishga moslashtirishimiz, yorug' ko'chalar bo'lishi va bu yerga nafaqat faqat tashqi sayyoh, balki mahalliy sayyohlarimizni o'zi ham bu yerda bahramand bo'lish. Bu ko'chalarni mana jahon tajribasida olinadigan bo'lsa, ma'lum bir muddatga to'silish holatlari ham ro'y bergan va mana shu qisqa muddatli avtomobillarning qatnovini to'silgan vaqtidagi daromadlari avtomobillarga ochiq bo'lgan paytdan ko'ra juda ham ko'p daromad keltirayotganini guvohi bo'lishgan. Biz ham shu tajribadan kelib chiqib, ayniqsa odamlarni yuradigan turizm ko'chalari xavfsiz turizm ko'cha bo'lishi kerakligi va bunda albatta o'sha ma'lum belgilangan vaqtda eng aholi gavjum bo'ladigan, mana Qo'qon shahrining mo'tadil chiroyli havosi bor, o'ziga yarasha shamoli bor, shunga ishtiyoq bo'lgan fuqarolarni keladigan payti o'sha soat 6 dan yoki bir 10 ga qadar bo'lsa, mana shu oraliqda turizm ko'chalarida bemalol emin-ekin xavfsiz fuqarolarni kelishi yoki turistlarni, sayyohlarni kelishiga sharoit yaratilishi, men o'ylaymanki, nafaqat bitta ko'chani barpo qilishda emas, balki o'sha
tadbirkorlarni daromadiga, u yerdagi aholini daromadiga yoki o'sha yerdagi potensialiga juda katta turtki bo'lishini kuzatamiz. Va bundan tashqari yana alohida ta'kidlashim kerakki, bugun Qo'qon shahri juda ham o'sha turizm hubini yaratilishida o'zini gastronomik mehmondo'st taomlari bilan mashhur. Nafaqat bizni vodiyda, balki butun O'zbekiston yoki dunyoga mashhurligini ko'rib boryapmiz. Kundan kun sayin bu yerdagi pazandalarimiz noodatiy va eski burungi o'sha totli bo'lgan holvalarni tiklaganligi yoki eski burungi ovqatlarni, milliy ovqatlarimizni tiklashganligi va hozirgi kunda qo'shni Tojikiston hamda Qirg'iziston fuqarolaridan juda ham ko'plab shunaqangi bir ishtiyoq yoki havas bilan aytishyaptiki, Qo'qonni oshini yeyishga, Qo'qonni holvasini tatib ko'rishga, bu yerda bir chiroyli mana shu mehmondo'stliklariga ishtiyoq bo'lib, shularni sayyohlarni ham ko'payishini ta'kidlashyapti. Bu o'z-o'zidan men aminmanki, turizmni rivojlantirishga Qo'qon shahri yana ham bir juda katta qadam qo'yayotgani ma'lum bo'ladi va hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan barcha o'sha turizmni rivojlantirishga, Qo'qon shahrini ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishida rivojlanishiga juda katta turtki bo'ladigan potensialimiz borligiga va eng asosiysi Qo'qon shahrida bir chiroyli turizm muhiti yaratilishiga sabab bo'ladi.